Siz ham kuniga 166 ming so'm to'lov qilib, bir kunda 500 ming so'mdan 1,5 million so'mgacha pul topar mashina egasiga aylanishni xohlaysizmi? Unda videoni kuzatishda davom eting. 2 atmosferniy motoriga ham gaz, ham propan tushadigan ushbu hammangizga tanish bo'lgan avtomashina Jack X200 tentovka. Kitobiy 2 tonna 100 kilogramm yuk ko'taradi deb yozilganiga qaramasdan, akalarimiz bemalol 3-4 tonnagacha yuk bosishyapti. Mashina old ballonlarining radiusi 15, orqa ballonlar radiusi esa 13. Shuning bilan birga ikkita qo'shimcha balloni ham mavjud. 3 kishilik salon, hujjatlarni qo'yish hamda ovqatlanish uchun maxsus joy, gidravlika rul. Shuning bilan birga o'zining magnitofoni, konditsioneri hamda pechkasiga ham ega. Va albatta maxsus pult. Bu mashinamizning qulay taraflari shundaki, bu o'zimizning Samarqand shahrida ishlab chiqarilyapti va albatta 3 yillik garantiya va maxsus zapchastlarga ham ega. China Motors Buxoro ishonchli tanlov.